Do'stlar, buni tepaga osgan sababi qo'ylaringiz ichib zaharlanmaydi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun cho'nlarni azoblash ikkinchi qismi bo'ladi amakicha bilan. Bugun baklashganicha bunday qilib lundaga solib, ichiga suv soldim. Hozir buni tayyorlash jarayonini qayta ko'rsataman. Qaranglar do'stlar, suvga 5 pachka dori solamiz. 5 pachka oldim. Yaxshiroq bo'lishi uchun. 5 pachka bo'ladi. Qaranglar, davomi shakar bo'ladi. Bir qoshiq shakar yetadi. Bu dori tayyor. Endi cho'nlarni azoblash kerak. Do'stlar, endi shakar bilan dorini soldim suvga. Bir aralash qilib olamiz yaxshilab. Yaxshilab aralash qilib olamiz. Bo'klarini nima uchun bog'lading degandir, hayron qolgandirsizlar. Do'stlar, endi buni vaqti tepaga bog'laymiz. Do'stlar, buni tepaga osgan sababi qo'ylaringiz ichib zaharlanmaydi, qo'zilar ichib zaharlanmaydi. Xuddi shunday qilib ko'ring, foydasi zo'r bo'ladi.